Assalomu alaykum do'stlar, men Kinamanman va bu Kalmar o'yini serialining ikkinchi fasli so'nggi qismlari. Ochko'zlik va ilojsizlikdan ko'zlari ko'r bo'lgan o'yinchilarni hatto o'lim tahdidi ham to'xtatib qola olmadi. Oldin ham bu o'yinda o'ynab unda g'olib bo'lgan Gixundan keyingi o'yindan qanday o'tishni so'rashadi. U bu o'yinning Dalgona ekanligini va unda shirinlikni sindirmasdan unda ko'rsatilgan formani kesib olishlari lozim ekanligini tushuntiradi. Ba'zi o'yinchilar buni sir tutishga qaror qilishadi, ammo Gixun barchaga yordam bermoqchi ekanligini aytadi. Ayni damda Junxining homiladorligini payqagan Gyomja unga ovqatidan beradi. Tanis va Namgyular esa Myongini pullarni qaytarishini talab qilib do'pposlashni boshlashadi. Inho ularni tinchlantirish urinadi. Biroq jo'ja xo'rozlar unga quloq solmasdan betga choparlik qilishadi va oqibatda Kim Inaning chapani zarbalaridan tatib ko'rishadi. Buni ko'rgan qolgan o'yinchilar vahuye. Laboratoriyadagi qorovullar ishtirokchilarning ko'pginasi o'lganligi sabab kerakli organlarni ololmaganliklaridan jig'ibiyron bo'lishadi. Ataylab yarador qilingan o'yinchilarni kimdir ikkinchi marta otib o'ldirgan edi. Bu ishni Noeul qilganligini tushungan qorovullar uni Inho o'yindaligi vaqtida vaqtinchalik kuzatuvchi lavozimida o'tirgan kapitan oldiga olib borishadi. Qizni 7 yil oldin Shimoliy Koreyadan qutqarib olib kelgan kapitan agar o'yindagi odamlarni o'ldirishda yordam beradigan bo'lsa, uning bolasini topib berishga so'z berib, shu yerga olib kelgandi. Uning qoidalarni buzganligidan kapitanning jahli chiqadi, biroq buyruqni bajarayotganligini aytgan Noeul shunchaki u yerdan ketib qoladi. Seulga qaytgan Junho politsiyadan yordam so'raydi, biroq ular har doimgidek dalillarsiz harakat qilishdan bosh tortishadi. Iloji qolmagan Junho Wusokka Gixunni o'zlari qidirishlariga to'g'ri kelishini xabar qiladi. Tanis konfetchalardan xo'plashda davom etadi. Keyingi o'yin boshlanishini e'lon qilishadi va ishtirokchilar o'yin zaliga olib kelingach, buning Gixun aytgan Dalgona emas, boshqa bir o'yin ekanligiga guvoh bo'lishadi. Ishtirokchilarga 5 ta odamdan tashkil topgan guruhlarga bo'linishni buyurishadi. Gixunning guruhiga do'sti, Inho, yosh yigit va homilador ekanligini aytib Junxi qo'shilib oladi. Qolgan guruhlar ham o'zlariga yaqin deb bilgan insonlarni guruhlarga olishar ekan, qolganlari esa ilojsizlikdan birga o'ynashga majbur bo'lishadi. Guruhlar tashkil topgach, ularga qoidalarni tushuntirishadi. Guruh ishtirokchilari oyoqlari bir-birlariga bog'langan holda aylana bo'ylab harakatlanib, 5 daqiqa ichida 5 ta mini o'yinlarda g'olib bo'lgan holda finish chizig'iga yetib olishlari lozim edi. O'yin boshlanishidan oldin Sonning guruhi kim qaysi o'yinni o'ynashini kelishib olishadi. O'yin boshlanadi va har ikki tomondan ikkita guruh o'yinni boshlaydi. Ularning har biri ishtirokchilari ojizlik qilgan o'yinda to'xtab qolishadi. Ishtirokchilar qanchalik harakat qilishmasin, qo'rquv va hayajondan qaltirab qolgan safdoshlari sabab asfalasofiniga ravona bo'lishadi. Qorovullar chalajon bo'lib qolgan ishtirokchini aniqlay olish uchun tobutga belgi qo'yishadi, ammo Noeul tirik qolgan ishtirokchini o'ldirish uchun tobutni ochishni buyuradi. Ikkinchi raundda ona bolalardan iborat quvg'indilar guruhi yo'lga chiqishadi. Ular bir ko'rinishda barcha mini o'yinlardan birin-ketin qiyinchiliklarsiz o'tishardi, toki Folbin xotin o'zini yo'qotib qo'ymaguncha. Bunga chidolmagan Jasmine Trans unga qaynoq shapaloqdan yediradi va o'ziga kelgan Folbin o'yinda yutadi. Navbat o'ziga kelganligini ko'rgan Jasmine hammaga o'girilib turishni buyuradi va talab qilingan shartni bajarishi bilan finish chizig'iga qadam tashlay boshlashadi. Ularning ortidan anchagina guruhlar o'yinni birin-ketin qiyinchiliksiz o'ta boshlashadi. Biroq ba'zilar finishga bir qadam qolganida o'lib ketishadi. Sonning guruhi esa eng oxirida yo'lga chiqadi. Ular 3 ta mini o'yindan tezdagina o'tib ketishadi, toki Inho chap bermaguncha. Qattiq hayajonlangan erkak qancha urinmasin, o'zini qo'lga ola olmaydi va Sonning motivatsion gaplaridan so'ng nihoyat buni uddalaydi. Navbat Songa kelganida so'nggi lankani tepish chog'ida xato qiladi va Inhoning yordami bilan buni uddalaydi. Shu zayl qahramonlarimiz so'nggi soniyalarda finishga yetib kelishga ulgurishadi. Ammo boshqa guruhni otib tashlashadi. Ular yotoqxonaga kelishganda kimdir ularni ko'rganidan xursand bo'lsa, kimdir yutuq miqdori ko'paymasligidan xafa bo'ladi. Ayni damda Noeulga organ oldi sottisi bilan shug'ullanuvchi sheriklari hujum qilishadi va ortiq ularga xalaqit bermasligini uqtirishadi. Ko'p o'tmasdan o'yinchilarga yutuq miqdori har birlariga 78 milliondan to'g'ri kelishini ma'lum qilishadi va navbatdagi ovoz berishni yo'lga qo'yishadi. Ovozlar bu safar ham teng kelishni boshlaydi va Son o'yinni shu yerda to'xtatishlari shartligini aytib bosh ko'tarishga majbur bo'ladi. Biroq qolgan ishtirokchilar o'yinni davom etib qarzlardan qutulishni reja qilishgandi. O'zlarining o'lib ketmasligiga kafolat bo'lmaganligini unutgan ochko'zlar yana bir o'yin o'ynagach o'yinni to'xtatishga qaror qilishadi.
Tabiiyki ovoz berishda o'yinni davom ettirishni istaydiganlar soni anchagina ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularning orasida oldin o'yinni to'xtatishga so'z berib, so'zi ustidan chiqolmaganlar ham bor edi. Ulardan biri Sonning do'sti edi. Bu esa ishtirokchilar orasidagi ishonchsizlikni yanada kuchaytiradi. Kechga yaqin Son xuddi oldingi o'yinda bo'lgani kabi qonli kecha sodir bo'lishidan qo'rqib, sheriklarga navbat bilan qorovullik qilib chiqishlari lozimligini aytadi. Ertasi kuni tongda ishtirokchilarni keyingi o'yinga olib borishadi. Yangi o'yin 3-ortiqcha deb nomlanardi. Katta karuselda aylanayotgan o'yinchilar musiqa to'xtashi bilan boshlovchi aytgan raqam bo'yicha guruhlarga bo'linib, 30 soniya ichida 50 ta xonadan biriga kirib olishga ulgurishlari kerak bo'ladi. Birinchi son 10. Guruhlarga yana 5 ta odam topa olgan Sonning guruhi bir amallab xonalardan biriga kirib olishadi va tashqarida ulgura olmay qolgan ishtirokchilarning qanday o'ldirilayotganliklarini ko'rishadi. Noeul bu safar organ savdogarlariga xalaqit bermaydi. Ikkinchi son 4. Inho sheriklarga ketishni buyurib, o'zi boshqa guruh topishini aytadi. Xonaga kirganlar ulgurdi, kirmaganlar esa yana o'yinning bebaxt qurbonlariga aylanishdi. Barcha xonalardan chiqqach, Sonning guruhi Inhoning ham tirik qolganligini ko'rib xursand bo'lishadi. 3-raundda 3 soni yangraydi. Tanisning guruhi tanlov ichida qolishganda qo'rqoq Min unga g'amxo'rlik qilib kelgan Semmiga xiyonat qilib, ular bilan ketib qoladi. Ayni damda ona bolalarni ajratib, o'g'lini majburlab xonaga sudrab ketishadi. Bitta odam izlayotgan Son va Inholar bechara kampirni payqab qolishadi va vaqt borida u bilan xonaga kirishadi. Ulgura olmagan ishtirokchilarni o'ldirib, murdalarni tozalashgach, tirik qolganlar yana karuselga chiqishadi. Bu safar 6 raqami yangraydi. Ayollar va bitta erkakni jo'natgan Son va Inholar yana yangi sheriklarni izlashadi. Xonalar uchun kechgan jangda yutib Hermion Sonning guruhiga qo'shilish uchun guruhda bo'lgan qizlardan birini itarib yuboradi va o'rniga o'zi xonaga kirib oladi. Vaqt tugaganligi sabab unga qo'shilib boshqalar ham o'lib ketishlari mumkin edi. Ammo u ularni qutqarib qolgandi. Final raundi boshlandi. Tirik qolganlar va xonalar sonini hisobga olgan Inho keyingi son 2 bo'lishini aytadi. 50 ta xona borligi hisobga olinsa, keyingi o'yinga 100 ta ishtirokchi o'tishi mumkin edi. Shunday bo'ladi ham. 2 tadan bo'lingan sheriklar omon qolish uchun xonalar tomonga yugurishadi. Inho Sonning do'sti bilan ketayotganida uni ushlab qolishadi. Ilojsiz boshqa xonaga kirishadi, ammo u yer band edi. Vaqt qolmaganligini tushungan Inho ulardan birini o'ldirishga majbur bo'ladi. O'yin shu zaylda nihoyasiga yetadi va ortga qaytishayotganda Son qolish va ketishga ovoz berganlar sonini aniqlash lozimligini ta'kidlaydi. Agar ketish uchun ovoz berganlar soni ko'pchilikni tashkil qilsa, navbatdagi ovoz berishda yutib chiqishlari aniq edi. Biroq qolish tarafdorlari soni anchagina edi. Ammo ba'zilar fikrini o'zgartirishga bel bog'lagandi. Kirib kelgan qorovullar 100 ta ishtirokchi qolganligini va har biriga naqd 356 milliondan to'g'ri kelishini e'lon qilishadi. Ammo bu pul ba'zilarga kamdek ko'rinadi. Ovoz berish boshlanadi va barcha natijalarni intiqsizlik bilan kuta boshlaydi. Ovoz berish esa avjida edi. Bu safar o'yindan chiqishni xohlovchilar soni biroz ko'payadi. Hammasi tugadi deb turishganda oldin ketishga ovoz bergan ayol sotqinlikdan jahli chiqqan folbin xotinning gapiga kirib, qolish uchun ovoz beradi. So'nggi ovoz Inhoda qoladi. Uning ovozi yoki durrangni yoki-da o'yinni davom etishni hal qilardi va u do'stlarga bergan va'dasining ustidan chiqadi. Durrang bo'lganligi sabab tashkilotchilar o'ylab olish uchun tonggacha imkon berishadi va erta tongdan qayta ovoz berishni yo'lga qo'yishlarini ma'lum qilishadi. Kechki ovqat tarqatilgan paytda Gihun ovqat bilan birga sanchqi ham berilganligini ko'radi. Bu esa qonli kecha bo'lishi mumkinligini bildirardi. Yonsik o'yin tarafdorlarini o'zi tomonga og'dirishga urinadi, ammo bu ochko'zlarning qattiq noroziligiga sabab bo'ladi va sal qolsa talpa boshlanib ketardi. Biroz o'tgach Tanis va uning laychasi ovoz berish paytida sotqinlik qilgan Minni qo'rqitishadi. Buni payqab qolgan Mion ularga bas qilishni buyuradi. Bu esa ancha oldin boshlanishi kerak bo'lgan janjalga sabab bo'ladi va ursur to'polon vaqtida Mion Tanisning bo'yniga vilka tiqib oladi. To'polonda anchagina ishtirokchilar halok bo'lishadi. Endilikda kuchlar teng emasdi va o'yinni tark etishni istovchilar soni ko'proq edi. Buni tushungan Gihun ularga qarshi guruh kuchlarni tenglashtirish uchun kechqurun hujumga o'tishlarini tushunadi. Ammo yig'ilish vaqtida raqiblarning hujumini qaytarish o'rniga to'polon vaqtida kravatlar ostida yashiringan holda barchasi tugagach o'liklarni tekshirgani kelgan qorovullarni qo'lga olib, ulardan qurollarni tortib olishni va tashkilotchilar oldigacha yetib borgan holda o'yinga batamom nuqta qo'yishni taklif qiladi. Chiroqlar o'chirilgach, dumaloqchilar o'rinlaridan turib hujumga shaylanishadi. Son tomondagi ko'pchilik esa kravatlar ostida yashirinishadi.
Ayni damda tashkilotchilar qorovullarga tayyorgarlik ko'rishni buyurishadi. O'yinchilar batamom kirilishini istamagan tashkilotchilar qorovullarga ichkariga kirishga ruxsat berishadi va ular o'liklarni tekshirishayotgan paytda Sonning guruhi ishga kirishib, ularni tutqunlikda ushlab turgan uchburchak basharalarni birin-ketin otib tashlashni boshlashadi. Bunday qo'qqisdan hujum bo'lishini kutmagan qorovullar qochishni boshlashadi, ammo ulardan birini qo'lga olishni uddalashadi. Qurollarni yig'ib chiqishgach, Son ko'ngillilar bo'lsa ularga qo'shilishlari mumkinligini va birgalikda boshqaruv bo'limiga hujum qilib, bularning barchasiga nuqta qo'yishni taklif qiladi. Oldinlari armiyada xizmat qilgan Xyon ko'ngillilarga quroldan qanday foydalanish kerakligini tushuntiradi. Qo'lga olingan qorovulni esa ularni boshqaruv bo'limiga olib borishga majbur qilishadi. Zinalar bo'ylab yuqoriga ko'tarilayotgan guruh qorovullarning kutilmagan hujumiga duch kelishadi va yo'qotishlarsiz birinchi hujumni qaytarishga muvaffaq bo'lishadi. Ammo boshqaruv xonasiga kirish yo'lagida tuzoqqa tushishadi. O'qlari tugayotganligini payqagan Son vaqtni yo'qotmasdan do'stini o'zi bilan olgan holda qolganlarga pana qilishni buyurib boshqaruv xonasiga yo'l oladi. Oxirgi koridorlarda adashay degan sheriklar yana bir tuzoqqa duch kelishadi va ularga kuchlari yetmasligini tushunib, yordam kerakligini xabar qilishadi. Xabarni olgan Inho ikkita odam bilan borishini ma'lum qiladi. Dehoni esa o'qdan olib kelishga jo'natishadi. Yetib kelgan Inho esa qolgan ikkita sherigi bilan qorovullarning ortidan aylanib o'tadi, ammo sheriklari oldiga siljishlari bilan sotqinlarcha orqalaridan pichoq sanchadi. Bundan so'ng Gixunga bu jangda yutqizganliklarini xabar qiladi. Qolgan sheriklarning ham o'qdonlari qolmagandi. Shu sabab Xyon Dehoning ortidan jo'naydi va yotoqxonaga kirgach, barcha magazinlarni yig'gan bo'lsa-da, qo'rqqanidan ortiga qaytishdan bosh tortgan Deho kravatlardan birida dag'-dag' qaltirab o'tirganligini ko'radi. Qorovullar yotoqxonaga qaytib kelishadi. Kampir esa Xyonni jang qilish fikridan qaytaradi. Ayni damda yuqorida qolgan qo'zg'olonchilar ham qo'lga tushib, tanlov imkonisiz halok bo'lishadi. Inhodan mag'lub bo'lganliklarini eshitgan Son do'sti bilan birga taslim bo'ladi. Ularning oldiga kelgan o'yin boshlovchisi esa qilgan ishlari xato bo'lganligini aytib, Sonning jonini olish o'rniga do'stini asfala sofiniga jo'natadi. Shu bilan ikkinchi fasl nihoyasiga yetdi.